Menga ham gap bergin, men ham gapiray, men ham huquqim bor. Nimcha sen gapiraverasan, ko'p gapirasan ekan, to'g'risini ayt. Qachon boshlangansan? Nol, negizi, ildizi qachondan beri bunaqa sasib yuribsan? To'g'risini shuni bilsak, shunga yechim qilamiz. Bu menda yechimlar bor. Sen faqat mash paytda boshlanganman, men egam manaqa bo'lgan, shuning uchun bo'lib ketganman desang, muammo yo'q. Uka, siz uxlayvering. Men mana oyog'ingiz bilan gaplashyapman men bir chiroyli. Yo'q, uka. Sizdan ko'ra oyog'ingiz foydali ekanda gaplashganim, uka. Uxlayvering siz bemalol. Men buni so'rayapman, gaplashyapman. Mana chap oyog'ingiz o'rnidan ko'ra mamadan ekan. Endi gaplashamasam, gapga qo'yishim, men gapni qo'radi. Mana uni qachondan beri sasiyotganini o'zidan so'rayapman. Uka, uxlarsiz siz. O'tgan safar ham endi qanaqa qilib sasishni boshlaganini aytganda yarim yil kelganda yuvordingiz oyog'ingizni, uka. Hozir yuvmay turing, uxlab oling tezroq. Yuvma deydi, yuv. Uxlab turavering, uka. Men yuvmagan zamondan gaplashib, menga ham oson bo'lmayapti, uka. O'zingni olib qochma. Men senga gapiryapman. Katta gapirganda o'zingni olib qochma. Bunaqa sasib yurishing yaxshi emas. O'zingni olib qochma katta gapirganda. Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi.